Birodarlar, mana giyohni bilasizlar-a? Nima bu? Mana qo'yga yopish qiladigan tikan bor-ku, qo'y tikan deydi. Rus tilida durnishnik zobovidniy deyiladi. Bu nimaga davo, birodarlar? Uni shartta oling og'zidan shunda olingda yuvib tozalab quriting. Soyada quriting. 2 osh qoshiqni yarim litrga damlang. Damlang 1-2 soat tursin. Ana o'shandan keyin buni kun davomida qultumlab ichsangiz nima bo'ladi deng? Nafas qaytishlaringiz bor-ku, nafas ola olmay qolasiz. Ya'niki yod yetishmasligi zobga ham yaxshi, giperteriozga, gipoteriozga. O'shanga yaxshi. Undan keyin bronxit, bronxialni astma, yo'tal mana shularga yaxshi. Tushundingizmi? Badaningizga yara chaqa bo'lsa, suvni, boyagi damlangan suvni ich ana qo'yasiz. Kelishdingmi? Hey, bekorga aytmayman. Qarab turing lekin. Buni durnishnik zobovidniy deydi. Bekorga aytmayman. Ko'ryapsizlarmi? Mana zlokачественные опухоли, рака и зоба. Mana ko'rdim, при астме, геморрой, спазм в горле. Ko'ryapsizlarmi? Bekorga aytmayman, manaki. Yo'tal bo'lsangiz, tish og'rig'i bo'lsangiz, damlab, g'arg'ara qiling, tomog'ingiz chaying, iching. Astmani davolaydi, bronxit, bronxialni astmani. Xo'p, tengda aytganda qiling.